Tanangizda ancha yildan beri og'riqlar bo'lsa, ancha yillardan beri dori-darmonlar bilan yursangiz, lekin dori-darmonlar ham shunda ham yordam bermasa, sizni tabriklayman. Bu videoda sizni dori-darmonlarsiz qanday og'riqlardan xoli bo'lishini ko'rsatib va tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum. Men Hujjatullayev Izzatulloh Suhbatullayevich. Hozirda vrach-kineziolog ish faoliyatimni olib boraman. 7 yillik tajribaga ega va bu ish faoliyatimni Portugaliyada ustozim ham otam Karimov Suhbatulla qo'llarida tahsil olib, o'rganib kelmoqdaman. Hozirda ko'p bemorlarimiz surunkali va to'satdan paydo bo'lgan og'riqlar bilan shikoyat klinikamizga murojaat qilishadi. Dori-darmonlar bilan shuncha yildan beri tuzala olmay, og'riqdan xoli bo'lmasdan yanada og'riq kuchaygan holatda odamlar shikoyat qilib kelishadi va bu shikoyatlarini inobatga olib, dori-darmonlarsiz mushaklardagi tonuslarni baquvvat ushlab turib, sog'lom yurishligini hozirda ta'minlab yordam berib kelyapmiz. Ko'p yillardan beri dori ichib insonlar og'riqdan ham xoli bo'lmayapti. Chunki nimaga? Buni ma'lum bir sabablari bor. Ya'ni dori ichganda og'riq qoladi ma'lum bir muddatga. Ya'ni bu holat simptom bilan kurashish deyiladi. Ya'ni ichidagi asl ildizi bilan kurashilmaydi. Ko'p insonlar mana misol uchun qon bosimi, ya'ni davleniya ko'tarilganda dori ichib, davleniyani tabiiyki tushirishga urinishadi. Lekin dorini effekti ketgandan keyin ma'lum bir muddatdan keyin yana davleniya ko'tarilishi boshlaydi. Chunki buni sababi birinchi o'rinda 80% holatda bo'yin sohasidan keladi. Ya'ni bo'yin sohasidagi mushaklar taranglashgani hisobiga spazm yoki triggerning zona deymiz hozirgi tilimizda, ya'ni mushakni tugun holati bo'ladi. Ana o'sha holatda miyaga qon yaxshi yetib bormasligini hisobiga ko'p insonlarda davleniya oshishi boshlaydi. Va dori ichgandan keyin ham tabiiyki ma'lum bir muddat qoladi, yana ko'tarilishi boshlaydi. Bu holatda birinchi qiladigan ishimiz bo'yin sohasidagi mushaklar, umurtqa pog'onasi bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Insonlarda tabiiyki savol tug'iladi, nimaga ko'p shuncha yildan beri dori-darmon iste'mol qilib kelsam, ukol kapelnitsa olsam og'rig'im qolmayapti degan. Ya'ni bu tanadagi og'riqlarni kelib chiqish sabablari bor. Ya'ni tanadagi o'sha har bir og'riqni 3 ta asosiy omillari bor. Ya'ni og'riqni qo'zg'atuvchi. Bu birinchi omili bu stress, ya'ni odamning ruhiy holati. Ikkinchi omili bioximicheskiy narusheniya deydi. Ya'ni biz kun davomida ancha yillardan beri misol uchun yeb ichishimiz, iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz shuni orqasidan kelib chiqadigan narusheniyalar bor. Mana shular ham tanaga tabiiyki og'riq beradi. Va uchinchi omili bu ichki organimizni ishlash faoliyati buzilsa. Shu holatda kineziolog ko'rigida shu 3 ta omilga asoslanib har bir tanadagi og'riqqa yechim topiladi. Ya'niki kineziolog ko'rigidan keyin siz avtomatik dori-darmondan xoli bo'lishni boshlaysiz. Inson tabiiyki ancha yildan beri dori iste'mol qilib kelsa, kineziolog bu holatda har bitta sababini qidirib, o'sha og'rig'iga yechim topib, dori-darmonlardan qutulishiga yordam beradi. Ancha yildan buyon dori-darmon ichib kelgan odamlar dori effektini sezmagandan keyin, yanada og'riq bo'lgandan keyin dorini dozasini kuchaytirishga urinishadi. Dorini tabiiyki dozasini kuchaytirgandan keyin ichki organizmda yanada muammolar ko'payishni boshlaydi. Hayotda dori-darmonlarsiz, hech qanday preparatlarsiz sog'lom yurishning iloji bor. Bunda kineziologiya juda katta yordam beradi. Birinchisi, hech qanaqa analizlarsiz siz o'zingizni mushagingiz orqali o'sha tanadagi muammoni asl ildiziga borib, bunga yechim bera oladi. Ikkinchisi, hech qanday dori-darmonlarsiz o'zingizni sog'lom va baquvvat yurishingizni ta'minlab beradi. Uchinchi afzal tarafi kineziologiyada shifoxonalardek haftalab, kunlab, oylab muolaja olmaysiz. Yarim soatdan 1 soatgacha muolaja olsangiz kifoya. To'rtinchi, yana afzal tarafi ko'pchiligimizga ma'qul keladigan qo'shimcha dori-darmon, analizlarga ortiqcha xarajat qilib o'tirmaysiz. Vrach-kineziolog yordamisiz sizga uy sharoitida qilib yuradigan mashqlar bor. Hozir shuni ko'rsatib beraman va bu mashqlarni qilsangiz sizga hech qanday dori-darmon kerak bo'lmaydi. Hozirgi ko'rsatadigan mashqimiz tizzadagi og'riqlarni va tizza orqa qismidagi og'riqlarni ancha yengillashtirib, tizzangizda qon yurishini ta'minlab beradi. Buning uchun biz tizzani mahkam ushlab olib, oyoq osilgan holatda mana oddiy harakatlar bilan 5 minutdan 7 minutgacha takrorlaymiz. Va bu holatni kuniga 3-4 marta takrorlasa bo'ladi.
Bu mashqni qilishimiz jarayonida siz belingizni tekis ushlab turgan holatda qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki belingizdagi og'riqlarni ham yechishga yordam beradi. Ya'ni belga nagruzka tushirmaydi. Hozirgi ko'rsatadigan mashqimiz bo'yinga e'tibor qaratiladi. Ya'ni bunda bosh og'rig'i, qon bosimi ko'tarilgan, ya'ni davleniyasi oshgan odamlar ham qilib borsa, davleniyani normaga keltiradi va og'riqlarni bartaraf qilishga yordam beradi. Birinchisi, boshni to'g'ri tekis ushlab, dahan bilan yelkaga qaraymiz. O'ngga va chapga. Shu harakatni 10-15 marta qaytaramiz. Hop. Ikkinchisi, qo'shimcha bo'yinni o'ngga va chapga o'zini engashtiramiz. Mana shu holatni 10-15 marta takrorlasak bo'ladi. Hop, uchinchisi ketma-ketlikda. Tepaga, pastga to'g'rirog'i va tepaga. Pastga, tepaga. Buni ham 10-15 marta takrorlasak bo'ladi. Hop, oxirgisi umumiy bo'ynimizni aylantiramiz. o'n marta chapga va 10 marta o'ng tarafga. Bu mashqni sekinroq aylantirishni tavsiya beramiz, chunki qon bosimi bor odamlarda boshni aylantirib yuborishi mumkin. Keyingi ko'rsatadigan mashqimiz kun davomida ishlab, uyga charchab kelib, beldagi charchoqni his qiladigan odamlarga ko'rsatamiz. Ya'ni bu mashqni uxlashdan oldin qilib yotsangiz juda foyda, uyqularingiz ham yaxshi bo'ladi. Hop, buning uchun bu holatda tizzaga o'tiramiz va butun tana bilan cho'zilib o'tiramiz. 30 soniya. Shu 30 soniyadan 2-3 marotaba takrorlaymiz ketma-ketlik bilan. Shu holatda umurtqa pog'onamiz, beldagi va yelka sohasidagi mushaklarimiz cho'zilganligini hisobiga mushaklariga ancha yengillik beradi. Hozirgi sizga ko'rsatgan mashqlarim siz dori-darmonlarsiz sog'lom va baquvvat yurishingiz uchun birinchi qadam hisoblanadi. Agar sizni sog'lig'ingizga oid yana qanaqadir muammolar bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz bunga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormasligi uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Sog' salomat bo'ling va sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling.